Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi 3-sinf matematikasining 89-darsi doira va aylana degan mavzu uyga vazifalarni ishlaymiz. Uyga vazifalar 10 va 11. 10-vazifamiz 570.240 soni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 va 11 sonlardan qaysi biriga bo'linmaydi deyapti. Ya'ni biz shuni bo'linmaydiganini topishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, qoidani eslaymiz. Birinchi qoida 2 ni olamiz. 2 ga bo'linish alomatida juft sonlar 2 ga bo'linadi. Juft sonlar ikkiga bo'linadi. Demak, bu juft son hisoblanadi. Yani 0 bilan tugadimi, bu ham juft son hisoblanadi. Ya'ni bu 2 ga bo'linadi. Keyingisi 3. 3 ni qaraymiz. 3 ga bo'linish alomati bu berilgan sonlarning yig'indisi sonlar yig'indisi uchga bo'linsa bo'linishi kerak. 3 ga bo'linishi uchun. Demak, 5 ga 7 ni qo'shsak 12 bo'ladi. 12 2 ni qo'shsak 14 bo'ladi. 14 ga 4 ni qo'shsak 18 bo'ladi. 18 3 ga bo'linadimi? Albatta bo'linadi. Demak, bu ham 3 ga bo'linadi. 2 bo'linadi, 3 ham bo'linar ekan. Endi 4 ni tekshiramiz. Uchinchisi 4 ga bo'linishi. Ya'ni oxirgi ikkita son 4 ga bo'linsa, albatta bu son ham 4 ga bo'linar edi. Tekshiramiz. 570.240 ni bo'lamiz 4 ga. 5 ni ichida bittadan beramiz. 17 ni ichida 4 tadan beramiz. 10 ni ichida 2 tadan beramiz. 22 ni ichida 5 tadan beramiz. 20. 4 ni tushiramiz. 24 ni ichida 6 tadan beramiz. 24. Va 0 ni javobiga yozamiz. Demak, bo'linar ekan. 4 ga ham bo'linadi. Endi 5 ga bo'linishi. Albatta bu ham 5 ga bo'linadi. Oxiri 0 va 5 raqami bilan tugagan sonlar albatta 5 ga bo'linadi. Demak, oxiri 0 bilan tugagan uchun bu 5 ga bo'linadi. 6-si demak 6 ni tekshiramiz. 6 ga bo'lib tekshirib olamiz. 570.240 ni bo'lamiz 6 ga. 2 ga ham bo'linsa va 3 ga ham bo'linsa, bu son albatta 6 ga ham bo'linar edi. Shunaqa qoidasi bor edi. Tekshirib olamiz. 57 ni ichida 8 tadan 9 tadan bersa 9 kar 6 54 bo'ladi. Ayirsak 3. 30 ni ichida 5 tadan beramiz. 2 ni tushiramiz, yetmaydi. 4 ni tushiramiz. Demak, 4 tadan bersak 24, ya'ni bo'linar ekan. Demak, 6 ga bo'linadi. Ya'ni 3 ga ham bo'linsa, ham 2 ga bo'linsa, ushbu son 6 ga ham bo'linadi. Va 7. 6 ga ham bo'linar ekan. 7 ga endi bo'linish alomati tekshirib olamiz. 570.240 ni bo'lamiz 7 ga. 57 ni ichida
8tadan bersak 8 kere 7 56 bo'ladi. 10 ichida bittadan beramiz. Demak 2 ni tushiramiz va 4tadan bersak 28. 4 ni tushiramiz. 6tadan bersak 42. Demak 27 ga bo'linmaydi qoldiq. Demak 1 ga bo'linmaydi. Demak 7 ga bo'linmas ekan, mana x qo'yamiz. 9 gacha. Sonlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, albatta ushbu son ham 9 ga bo'linadi. Demak bu son 18 chiqqanda 18 9 ga bo'linadi. Shuning uchun bu son ham 9 ga bo'linadi, bo'linishi kerak. Hozir tekshirib olamiz. 570.240 ni bo'lamiz 9 ga. 57 ni ichida 6 dan bersak 54. 3 30 ni ichida 3 tadan bersak 27. 32 ni ichida 3 tadan bersak 27. 54 ni ichida 6 tadan bersak 54 va 0 ni javob yozamiz. Demak, bu ham bo'linadi. 9 ga bo'linadi. Ga ham bo'linar ekan. Bitirishga qo'ydik va endi 11 ga bo'linishini tekshiramiz. Demak, bo'lib olamiz. 570.240 ni bo'lamiz 11 ga. 57 ni ichida 5 tadan bersak 55. 2 0 ni bunga bittadan beramiz 11, ayirsak 9, 92. Endi 92 bo'ladi. Bunga 8 tadan bersak 88, 4 va 4 ni tushirsak 44 ga endi 4 tadan bersak bo'ladi. 4 bo'ladi. Demak 0. Mana 0 ni javobiga yozamiz. Ya'ni 11 ga ham bo'linar ekan. 11 ga bo'linadi. Mana shu tarzda aniqlab oldik ushbu berilgan sonimizni, berilgan sonlarga bo'linishini. Keyingi vazifaga o'tyapmiz. 11. Qaysi doiraning diametri katta? Endi bu yerda doiralar to'g'ri bir xil ko'rinishi mumkin. Lekin berilgan qiymatiga qarab biz misol uchun birinchi nimamizni radiusi, hammasini radius keltirilgan. OA bu radius, ya'ni 7,7 detsimetr 3 cm. Keyingisi AB 72 cm 156 cm. CD va OM kesimi anaqamiz, radiusimiz 740 mm ekan. Endi qaysi bir doiraning diametri katta? Ya'ni qaysi birining radiusi katta bo'lsa, kattasi o'sha doira katta bo'ladi. Doira katta bo'ladi. Demak, bu yerda eng katta doirani topishimiz kerak ekan. Demak, birinchi doiramiz OA doiramizning, birinchi doiraning radiusi teng ekan 7 detsimetr 3 cm, ya'ni buni santimetrda ifodalab olamiz. Detsimetr 3 cm. Bu esa 73 cm bo'ladi. Keyingi OB doiramizni, berilgan OB radius, doiraning radiusi 72 cm ekan. Demak, bu birinchi doiradan kichkina ekan. Biz eng kattasini topishimiz kerak. Demak, buni x qo'yib qo'yamiz. Demak, bunga x qo'yib qo'yamiz. Bu kichik ekan. Va keyingisini CD bu ko'ryapsizki, bu radius emas, bu diametr. Ya'ni CD teng 156 cm.
Bu diametr. Diametr bu ikkita radiusga teng. Ya'ni buni 2 ga bo'lsak, radiusini topib olamiz. 15 ni ichida 7 tadan bersak 10 tur bo'ladi va 1 tushadi. 16 ni ichida 2 ga bo'lsak 8 bo'ladi. Demak 78 santimetr ekan. CD. Ya'ni 3-chi doiramiz radiusi, ya'ni bunda OD radius bo'ladi. OD radiusimiz teng ekan 78 santimetrga. Demak, birinchi nimamiz ham bu 73 santimetr chiqqandi, bu ham x qo'yib qo'yamiz. Hozircha 3-chi doiramizni diametri katta bo'lib turibdi. Va oxirgisini solishtiramiz. OM doiramizni OM radiusi berilgan radiusi teng ekan 740 millimetrga. Endi buni santimetrga ifodalab olamiz. 1 santimetrimizda 10 millimetr bo'lgani uchun buni 10 ga bo'lib olsak, 740 millimetrni bo'lsak 10 ga 74 santimetr kelib chiqadi. Demak, bu ham kichkina. Bizda hozircha 3-chi doiramizni radiusi 78 santimetr. Diametri ham katta hisoblanadi. Ya'ni 156 santimetr diametri, radiusi 78. Ya'ni ushbu 3-chi doiramiz katta ekan, eng katta ekan. Mana shu tarzda ishlab oldik. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Videoga like bosingizlar, yaqinlarga ulashib qo'yingizlar.